2026 Chevrolet Montana modeli zamonaviy pikap segmentida o'ziga xos o'rin egallash uchun yangilangan dizayn, ilg'or texnologiya va kuchli texnik ko'rsatkichlar bilan taqdim etilmoqda. Ushbu model kundalik foydalanish uchun qulaylik va yuk tashish imkoniyatini birlashtirgan bo'lib, shahar va qishloq sharoitida birdek samarali harakatlanish imkonini beradi. Yangi avlod Montana yanada agressiv old panjara, tor va o'tkir LED farlar hamda aerodinamik kuzov chiziqlari bilan ajralib turadi. Avtomobilning baland klirensi va mustahkam bamperlari unga haqiqiy pikap xarakterini beradi. Yon tomonda esa kuchli gildirak arkasi va zamonaviy qotishma disklar avtomobilga sport ruhini baxsh etadi. Orqa qismda keng yukxona, mustahkam bort va LED stop chiroqlari mavjud bo'lib, dizayn va funksionallik uyg'unligini namoyish etadi. Salon qismi ham to'liq yangilangan bo'lib, haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylik yaratishga qaratilgan. Old panel zamonaviy uslubda ishlab chiqilgan va markazda katta sensorli multimedia ekrani joylashgan. Raqamli asboblar paneli haydovchiga barcha kerakli ma'lumotlarni aniq va tushunarli ko'rinishda taqdim etadi. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlovi orqali smartfon bilan tezkor integratsiya amalga oshiriladi. Shuningdek, Bluetooth, US-portlar va simsiz quvvatlash tizimi ham mavjud. O'rindiqlar ergonomik shaklda bo'lib, uzoq safarlarda ham charchoqni kamaytiradi. Yuqori komplektatsiyalarda charm qoplama, iqlim nazorati va ko'p funksiyali rul taklif etiladi. 2026 Chevrolet Montana kapoti ostida zamonaviy turbo dvigatel o'rnatilgan bo'lib, u kuch va tejamkorlikni birlashtiradi. 1.2 litrli turbo benzin dvigatel taxminan 130 ot kuchi ishlab chiqaradi va 6 pogonali mexanik yoki avtomatik uzatmalar qutisi bilan birga ishlaydi. Dvigatelning samarali yoqilg'i sarfi uni kundalik foydalanish uchun iqtisodiy variantga aylantiradi. Old gildirakdan tortish tizimi barqaror boshqaruvni ta'minlaydi. Mustahkam osma tizimi esa notekis yo'llarda ham